Qarz so'rash bo'yicha olimpiada o'tkazilsa, birinchi o'rinni kim oladi? Ha, albatta, o'sha tanishingiz. Birokim beraman, qochib ketayotganim yo'q, tavba qildim. Ana ko'rdingizmi doktor? Yo'qdi-da. Yo'qdi. Cho'ntagimda pulim bor, lekin bergim kelmayapti. Qarz so'raganda nihoyatda muloyim, ammo qaytarish vaqti kelganda, o'rtoq, qarzimni tez orada qaytaraman. Tez orada, taxminan 2035-yilda. 1 yil oldin 500 ming olgansan, bir haftada beraman. Ber. O'rtoq, to'g'risini aytaman, hozir ancha ishlar orqaga ketdi. Ana shunday insonlar uchun maxsus sug'urta bo'lsa, rostdan ham zo'r bo'lardi, to'g'rimi? Afsuski, qarzni qaytarmaslik epidemiyasiga qarshi sug'urta turi yo'q, lekin hayotda sug'urta qilishga arzigulik bundan ham muhimroq real xavflar bor. Masalan, kreditni qaytarmaslik xavfi, kutilmagan moliyaviy xatarlar, to'lov qobiliyatini yo'qotishdan. Bu sug'urta sizdan qarz so'ramaydi va yo'qolib qolmaydi, faqatgina kerak bo'lgan paytda sizni himoya qiladi. Shuning uchun qarzdan qochish emas, moliyaviy xavflardan o'zingizni himoya qilish eng to'g'ri yo'l.